Propan qo'yadigan akalarimiz uchun eng kerakli narsa. Mana shu filtrdan qo'ysalaring, odatda bu ustunovkaning ichiga kirgizilmaydi. Ko'pincha alohida hisoblanadi. 160 ming so'm turadi, lekin propanni juda ham zo'r tozalab beradi. Propanni 100% tozalay desam bo'ladi. Hozirgi propanlar bari bizda ham bunaqa toza emas, Rossiya yoki Qozog'istonnikidek emas. Shuning uchun mana shu filtrdan qo'yinglar, muammo bo'lmaydi propanda. Original Polshanikini faqat. Buni Xitoyi ham ko'p. Xitoyi umuman ichidagi Xitoyda filtrning ichidagisi polister bo'lmaydi. Ya'ni oddiy bo'ladi, u faqat tozalanmaydi. Mana buni ichidagisi mana bu. Maxsus polisterdan yasalgan filtr bo'ladi, 100% yaxshi tozalab bera oladi. Mana sizlar simlik, ya'ni qattiq sim bo'ladi. Xullas ichi juda ham sifatli, gazni yaxshi tozalab beradi. Mana shu narsani qo'ysalaring, propanda buncha-bunchaga muammo bo'lmaydi. Mana bu farsunkalari hadeb to'lib qolgandan keyin gaz o'tkazib yuborgan holat bo'ladi. Klapan yopilmaydi-da, gaz o'tkazib yuboradi. Mana shuning uchun haliga qimmat narsaga tushmaslik uchun mana shu 160 ming so'mlik filtrni qo'yib qo'ysalaring, umuman muammodan qutulasizlar. Buni Xitoydan ehtiyot bo'lamiz.